Yodingizda bo'lsa, biz kechagi dasturimizda Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi tug'ruqxonada vafot etgan ayol va uning chaqalog'i haqidagi lavhani efirga bergan edik. Bugun esa biz aynan shu holatning yangi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Bo'kaga yetib keldik. Marhuma Bo'ka tumani Yangiobod mahallasidagi aynan mana shu xonadonda istiqomat qilgan. Qizim 19 ga kirib bir marta больницada yotmagan. 17-da kunduz olib bordim. Noyabrda. Hamma joy yaxshi, bola ham, ona ham dedi. Men sal bir mazasi bo'lmay turibdi, olib qolinglar dedim. Davlinasi ozgina ko'tarilgan hisob o'shanda. 19-da kechqurun 3:30da qizim qayd qildi. Apparatda bolani ham, onani ham, bolani shunday ko'rsatib beryapti, yurak urishlarini, bolani sog'lomligini, onani hamma joyi sog'lomligini ko'rsatib beryapti. Analizga bordim, toza chiqdi. Zo'rlab tashab keldi. O'shanda meni bolam qaytarib yuborayotgandi yaxshi. Marhuma aynan mana shu xonadonga kelin bo'lib tushgan. Ming afsuski, unga bu uyda faqatgina 1 yil yashash nasib qildi. Homiladorlik davri qanaqa o'tgan edi? Yaxshi, doktorga olib borganman. Hammasi yaxshi degan, sog'lom degan. Shamollash bor, boshqa narsa umuman Shamollash bor. shu oddiy shamolashda, grip. O'zi yurib borgan, narsalar olib berdim, ketavering dedi. Keyin men shuna taksiga mindim. Qaytsa tushganimdan taksidan tushganimda telefon qilishdi. Keliningiz mazasi bo'lmayapti dedi. Sraz qaytib bordim. Borgandan keyin kuyovimga tilxat yozdirib olmoqchilar. Yozib bering, ana operatsiyaga olib kirib ketyapti.